Mana mototsikllar hech qaysini hujjati yo'q. Manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Yetkazib berish xizmati yo'q. Hozir narxlarini hammasini aytib o'tib ketaman. Mana Minskdan boshlaylik. Kraska bo'lgan, fara, old arqa pavorotnilar yonadi. Nimalar ishlamaydi. Sidinkalar chexol bo'lgan. Arqa baloni yangi. O'ylovchalar bilan turibdi. Kamerasi ham yangi. Mana old baloni. Gilzasi yo'nilgan, nechinchi remontligini to'g'risi bilmayman. Esdan ham chiqib ketdi. Shu oxirgi remont emasda, shu o'rta remont deb hisoblayveraylik hammasini. Mana yangi vipska gulshiter, motor eski vipska, zanjir chexollari bor ekan. Puli 4 million 100 ming 200 ming o'tib berilgan joyi bor. Shu do'stlar, Vasxot, old arqa farasi yonadi, pavorotnilar yonadi, old baloni yangi. Puli 4 million, bo'lgan joyi 3,5 million taqalgan joyi. Motorlari bo'lgan, sidikalar chexol bo'lgan. Arqa baloni hozir zavod qilamiz hammasini. Mana bu Vasxot, old arqa farasi yonadi, pavorotnilari yonmaydi. Pul 2,5 million 100 ming o'tib berilgan joyi bor. Bo'lgan joyi 2 million 400. Mana amortizatorlari bunaqa yangi Xitoy amortizatordan qo'ygan, baland qilgan.